Assalomu alaykum ahli YouTube aka ukalar, ag'ayin jamoalar, aynalar. Birtadan like'ni basib, gumburlatib, gruppa shunday podeli saqingizlar. Aynalar bular shu mashina sotiladi, taychoq. Yili 2012-yil ayna. Xadovoylari qilingan. Birinchi yerda bir aybi yo'q aynalar. Keleslar agar sotib olgan aynalar bo'lsa, sotib oladigan aynalar bo'lsa, mana shu ekranga telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Agar sotib olsangizlar ham hech qachon pushaymon bo'lmaysizlar. Buni ayna ko'rib turibsiz. Buni usti nimaga dag'al demang. Usti dag'alning sababiki bu bir 2 oydan beri jatibdi mana shu hali stoyankada. Buni ko'rib turing. Ko'ringizlar aynalar. Normalniy mashina, hech bir yerida aybi yo'q. Hammasi 100% kelesiz yana ko'rib tekshirib ayna. Tag'in ertan pushaymon men tekshirib olmabman demang. Mana hammasi 100. Birinchi yerda bir aybi yo'q. Yaxshi. Bu mashinaning egasi yaxshi minadi. O'zimizning bolalar aynalar. Qo'rqmasdan telefon qiling ayna. Inshaalloh 520 ming narxi, savdosi bor. Agar olsangiz mana shu mashinada hech qachon pushaymon bo'lmaysiz ayna. Nima deyman? Janoringiz sağ bo'lsin, salomat bo'lsin, o'zlaringizda asrangizlar aynalar. Alaman degan aynalar telefon qilsin. Ammo o'sha odamlar ayna narxi qancha? Narxi 520 ta. Savdosi bor. Alaman desangiz sразу telefon qiling. O'zlaringizda asrangizlar. Alaykum birodarlar, mana shayx hijomaga kelibdi. Mana shu hijoma qilyapmiz, jana bankalarni qo'ydik. Shayx qanday bo'lyapti? Normal kelaversin, aynalar kelaveringizlar. Mana shu biz Allah razı olsun da şu hacaynadan her ayına kelib hijama olaman. Her ayına. Juda yengillik bo'ladi ya. Şu o aydan bu aya keldimi uyqum ko'p qoladi. Sразу kelamanda hijama olaman, o'sha teni jengilgan agurchiq bo'lamiz. Bo'pti.